Pom yaxshi. O nima? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, buni hammaga aytish kerak. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilamasam, do'stlar, hozirgina men notebookda ko'rdim. Bizani nima? Qishlog'imizdan eski nimasi ekan. Menimcha 100 yillar o'tib qolgan, bir asr tashdi. Xo'p, o'sha karta nima qilinganiga 100 yilcha o'tib qolgan oradan. Lekin o'sha kartada hop bizani qishlog'imizda xazina borligi nima ko'rsatilgan. Aytishimiz kerak qishloqlarga, balki rostdir 100 yil oldingi xazina ya. Mayli, ko'rishimiz kerak, lekin bu rostmikan yoki yolg'onmikan? Buni bugungi videoda bilib olamiz. Sizlar videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hop, bo'lmasa qani do'stlar, hozir men shu notebookdagi xaritani nusxasini nima qilaman? Tayyorlab olaman. Ungacha xo'sh. Mayli, hozir tayyorlaymiz. Nusxasini olishimiz kerak. Uni printerim yo'qda, hozir printerni olib kelib chiqartirib olaman. Bo'pti, xo'sh. Ketdik. Rahmat, xaritani chiqarib berganingiz uchun. Xo'sh. Arzimaydi. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'sh. Yo'q, jitli uzr. Yo'q, xudoyim, bu xaritani ko'rish kerak. Xo'sh. Hop, uyga kirib oling. Hop, amallab nima qilamiz? Xo'sh, ishing ham yo'qmi menda? Yo'q. Mayli. Xo'sh, o'tiramiz, xo'sh. Hop, mana uyim bo'lsa, mana ham taraflarda ko'rsatilgan. Mana 4 uyli taraf bor, ham 4 ta kichkina uy. O'sha tarafga borish kerak, xo'sh. Lopatka olsam, mana lopatam bor edi, xo'sh. Xo'sh, ketdik. Hop. Hop, ana jitila. Xo'sh. Ey, jitila. Bilasizlarmi, hozir men eski kartani topib oldim, nima deylar, xarita. Xullas, onlayn topdim. Bu 100 yil oldingi xaritani nusxasi ekan. Uni shunchaki rasmga olib anaqa qilishgan, internetga qo'yishgan. Bizning qishloqda xazina bor ekan. O'shani har anaqasida, xullas, kartasi, tushundinglar-ku. Sen nimalar deyapsan? Qanaqa 100 yil oldingi karta? Hech qanaqa xazina yo'q bizning qishloqda. Yo'q, jitila, menimcha bor. Bilmasam, lekin mana bu xaritaga qaranglar, mana 4 ta kichkina uyli tarafda deyapti. Mana shu tarafda bo'lish kerak, 4 ta kichkina uy. Yo'q, lekin u yerda hech qanaqa xazina yo'q. Men o'sha yerda turaman-ku. Qayerdan bilasan, balki bordir. Nima deysizlar, menga qo'shilasizlarmi? Yo'q, o'zing qidiraver. Xohlasang, mayli, men sen bilan boraman. Jitil, men bilan borasanmi? Ha, bo'ldi, boraman. Balki gapidan jomondir, boramizmi? Borsak boraveramiz, ketdik. Bo'pti, yuringlar, hammamiz boramiz. Xo'sh, mana shu taraflarda bo'lish kerak. Hop, qayerda? Mana bu tarafda bo'lish mumkin. Katta. Yaxshi, xo'sh. Shu tarafda ekan, xo'sh. Jitila, keldinglarmi? Yaxshi, xo'sh. Qani sen kavla? Hop, hozir. Xo'sh, mana shu tarafda bo'lish mumkin. Hozir bug bo'lyapti, mayli. Mana yo'q. Shu tarafda ko'rsatilgan edi. Xo'sh, qani. Balki tezroqdadir. Yo'q, tosh. Menimcha bo'lmaydi, yo'q. Ularga aytgan edim-ku, bu yerda hech qanday xazina yo'q. Yo'q, jitil, menimcha bor. Qani bo'lsa o'sha xazina? Yo'q, bor, men ishonaman, xo'sh. Qani videoni Merkursi jahli chiqadi. Xo'sh, qayerda bu? Yana mana bu tarafda bo'lish mumkin. Kelinglar, qarang. Xo'sh. Mana yo'q. Qani. Yo'q. Bu yerda ham yo'q. Lekin bo'lishi kerak edi, do'stlar. Aniq mana shu tarafdan ko'rsatdi. Hop, mana shu tezroq yuqoriga ketdi. Bu yo'lda emas ekan. Hop, qayerda bo'lishi mumkin? Bu qaraldi, yoni qaraldi. Topildimi? Yo'q, hozir mashit qoldi. Mashitda bo'lishi mumkin. Bo'ldi, ketdik. Bu yerda hech qanday xazina yo'q. Bor, jitil, men aldamayapman. Mana qaranglar, xaritaga men yana ko'rsatyapman. Mana shu tarafda. Xo'sh, ko'raylikchi. Mana shu tarafga qarash kerak. Hop. Jitila. Qaranglar, sandiq topdim. Sandiq. Qaranglar. Rostdan ham sandiq. Yo'q. Boy bo'lib ketdim, do'stlar. Qaranglar, shuncha pul.
Jitilla, rostdan ham bu yerda pullar bor. Xo'sh, hozir hammasini olamiz. Xo'sh. Bu yerda qandaydir olmos va rubin ham bor ekan. Bu rubinni Minecraftdan o'chirib yuborishgan deb o'ylardim. Birinchi chiqqan Minecraftda bo'lardi. Izmrudmish. Redstone bilan almashtirib qo'yishayotgani uchun, adashtirib qo'yishayotgani uchun rubinni olib tashlashgan. Xo'sh. Jitilla. Mana pullarni qaranglar, hozir ko'rsataman mana. Ham invertarimga qaranglar, keyin bu yerda hozir rubin va olmos ham bor. Mana olmos, mana rubin. Wow, rubin chiroyli ekan. Minecraftda birinchi marta rubin ko'ryapman. Ha, men ham. Pullar mana. Sen bizga ham pul ber. Senga ishonmay xato qildik, bizni kechir. Ha, mayli, sizlarga ham bir stakdan beraman. Hammamizniki. Mana sizlarga, mana olinglar, bo'lishib olasizlar. Rubinni nima Minecraftda ishlatish mumkin emas. O'shaning uchun muzeyga topshirib yuboraman. Uni ham pullab yuboramiz. Nima deysizlar? Ha, yaxshi bo'lardi, pullab yubor. Olmoslarni o'zimda olib qolaman. Ha, yaxshi qilasan. Ha. Endi bu sandiqni buzamizda, uyga olib kirib ketaman. Sandiq ham qanaqadir eskicha ekan, mayli. O'sha 100 yil oldingi, почти 1 asr. Xo'sh, yopamiz. Xo'p, meri jahli chiqadi, xo'p. Xat bo'lyapti. Mayli, ahamiyati yo'q. Ey, jitilla, merga aytib qo'ymanglar, yana xazina topib oldik, ani bo'ldi deb. Jahli chiqib ketadi, yana qanaqa xazina, meni xabarim yo'q edi deb. Hop, sen. Yo'mayman, shu qo'yilgan. Bo'pti, do'stlar, mana uyga mancha yetib qoldim. Ana jitillar ham mana u yerda bo'lishyapti pullarni. Xo'sh, men uyga kirsam, buni muzeyga topshirib yuboramiz rubinni, chunki Minecraftda ishlatish mumkin emas. Muzeylarda ko'rganman rubinni faqat. Qo'limda haqiqatan ushlab ko'rmaganman. Hop, bo'lmasa pullarimni sandiqqa solib turdik. Pullarni solamiz. Hop, mana yotoqda bu yerda xalaq qiladi. Bu yerda instrumentlarim turadi-ku. Yuqori tepaga sandiq tepasiga qo'yamiz. Mana hozir hammasini joylab chiqamiz. Xo'sh. Bo'ldi, mana hammasini joyladim. Hozir rubinni tilga o'qib, topshirib yuboramiz. Xo'sh, qilamiz. Qani. Allo. Assalomu alaykum. Bo'lsam xo'p. Do'stlar, mana bu ramka ham aniq qoldim. Sandig'imda bor edi. Qayerga mana shu tarafga qo'yaylik. Mana qishlog'imiz xaritasi ham turaveradi. Mana zo'r turibdi, qaranglar. Aylantirsa ham bo'ladi. Mana shu tarafda turaversan, xo'p. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki men 100 mingtaga chiqmoqchiman. Qani bo'lmasa go. Qani bo'lmasa unda hammaga xayr, hammaga rahmat. Ko'rishguncha.